Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yishni unutmang do'stlar. Hop, videoga bir dona laykdan bosib qo'ysalaring, xursand bo'lamiz. Hop, bizni Telegram kanaliga ham o'tib, obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolar edim do'stlar. Xo'sh do'stlar, bu galgi videorolikimizda sizlar bilan ikkita yoki 3 ta sayt dasturni ko'rib chiqamiz. Uchalasi ham bir xil narsa ishlaydi. Roboduck degan dasturni ko'rib chiqamiz birinchi mana shu dasturdan ko'rsatib o'tsam qanday ro'yxatda o'tish, nima qilishligini. Qolganlarini o'tib olishlaring juda ham oson bo'ladi do'stlar. Hop, qarang do'stlar. Mana shu yerda mana shunday oyna ochiladi. Silka orqali o'tganlaringda silkasi kommentariyada va Telegram kanalimizda bo'ladi. O'tib bemalol foydalanishlaring mumkin. Xo'sh do'stlar, NASA Walletga ulangan email pochtalaring bo'lsa yaxshi bo'ladi. O'shani kirgizib, hop, ro'yxatga o'tishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda nima qilishligimizni tushuntiryapti. Do'stlar chaqirib, video Legiko Tapati bosamiz do'stlar. Tapatini bu ozgina o'zingizga kerakli bo'lgan akkauntni tanlab olasiz va do'stlar bizni dasturni ichiga olib o'tadi. Ozgina kutib turamiz. Hop, to'rtta nima bo'lishligini tushuntiryapti do'stlar. Dalej zavershena tugmasini bosamiz. Hop do'stlar, bizda mana shunday oyna ochiladi. Bu yerda biz nima qilishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Hop, buni mashq qildirishimiz mumkin ekan. Yuqoriga ursangiz energiya ko'payaverar ekan do'stlar. Hop, 50 ta qo'yaylik shu energiyani. Hop do'stlar, mana bu yerda dasturni o'zini valyutasi ROH degan valyuta. Bu valyuta NASA Walletda ham, Solonada ham, Binance'da ham bor ekan do'stlar. Hop do'stlar, biz endi bu yerdan nima qilishimiz mumkin? Ro'yxatdan o'tib oldik. Nima qilishligini tushunib oldik do'stlar. Начать сейчас bosamiz. Bizga reklama olib o'tadi. Hop, Продолжить deb bosamiz do'stlar. Mana shuni bosganimizdan so'ng hop do'stlar, biz reklamani ko'rib oldik. Noto'g'ri tushunmaysizlar. YouTube qoidalariga to'g'ri kelmay qoladigan reklamalar chiqib qoladi. Shuning uchun videorolikni pauza qilib turibman do'stlar. Avtorskiga olmasligi uchun. Hop do'stlar, bizda 1x ishlamoqda. Mana shu har 2 soatda almashtirish yana kuchayishi mumkin ekan do'stlar. Yana har 2 soatda 2 soat salkam 3 soatda biz yana boshqatdan nachat mining qilib ishlashimiz mumkin bo'ladi. Hop, bu energiyamiz 10,000 qadam bo'lganda, 10,000 ta bo'lganda 2x ga ko'tariladi do'stlar. Bu yerda turli o'yinlar bor. Mana shu o'yinlarni ham ishlab olishimiz mumkin bo'ladi. Hop, ikkinchi bo'limda yo'q. Hech nima bo'sh hozircha. 3-bo'limda bu yerda narsa sotib olishingiz mumkin ekan 21% ga do'stlar. Hop, magazinlik bo'limi eng oxirgi bo'limda do'stlar. Bu yerdan o'zingizni yazdik yoki boshqa nastroykalaringizni to'g'rilashingiz mumkin bo'ladi. Hop, referendli programmani ham mana shu yerdan olishingiz mumkin. Referendli silkani mana shu yerdan olsangiz bo'ladi do'stlar. 15% ekan. Hop, biz bu yerdan qanday pul chiqaramiz degan savol tug'ilishi mumkin.
Hop, mana bu yerda ishlamoqda, to'g'rimi? Mana bu tepada yuqoridagi rog' tugmasini bosasiz va bizni hamyonga olib o'tadi do'stlar. Hop, NS Wallet'ga 0.5 urug' chiqarishimiz mumkin ekan. Solonaga 0.1, Binance Smart Chain'ga 0.1 ekan do'stlar. Polygon ham bor ekan. Bu ham 0.1 do'stlar. Hop, Binance'ni bosamiz. Binance Smart Chain. Hop, Binance'ga kirib, mana shu ROH deb yozsangiz o'zi chiqib keladi. Shundan adresni olib, mana shu yerga kirgizsangiz ham bo'ladi yoki NASA Wallet'ga kirgizishingiz ham, o'tkazishingiz ham mumkin. Не выбирайте, что вывести много обновите на 25 moneta получать ежедневный бонус. Hop, bunga o'tkazsangiz bonus ham olishingiz mumkin ekan do'stlar. Hop, kirganingizda sizda ham mana shu yerda silka orqali o'tsangiz, o'zini silkasi orqali o'tsangiz sizda ham mana shu yerda paydo bo'ladi. Hozircha salkam $1 teng ekan birrasida. ROH valyutasi salkam $1 ekan. 99.99 ekan do'stlar. Hop, bunga ham chiqarishimiz mumkin. Endi bizda pul yig'ilib qolgan dasturimiz bor. Mana shu dasturni hop do'stlar, yurib ham mana shu dasturni o'zida yurib ham pul ishlashimiz mumkin. Kuni bilan yurganligimiz uchun ham pul beradi do'stlar. Hop, mana bu yerda do'stlar hozir menda 48 minut qolibdi. 1037 qadam yurganimizdan so'ng bizda yana ko'payishi mumkin ekan. Hop, 200 qadam 200 ROH bo'pti do'stlar. Buni olishimiz uchun do'stlar o'zi vaqt tugagandan so'ng mana shu yerda забирайте, повторите bo'ladi. Shuni bossalaring o'zi avtomatik tarzda hisoblaringga o'tadi. Bunda ham xuddi shunday bir xil. Buni ham ko'rsatib o'tishim shart emas. Endi eng so'nggisiga kelamiz. Pul chiqarib ko'ramiz do'stlar. Hop, uchala dastur manzili ham kommentariyada bo'ladi. O'tib bemalol foydalanishlaring mumkin. Hop, bunda ham mana shunday o'ynab, barchasi bir xil. Bunda 1 soatdan so'ng men yig'masam 0.09 bo'ladi do'stlar. Hop, buni chiqarishimiz uchun отправить tugmasini bosamiz. Narsa komissioni yo'q. Hop, balansda выбирайте кошелек. Bu yerda qanday chiqarishimiz mumkinligi haqida savollarga javoblar do'stlar. Hop, bizda email adresimiz turadi, NASA Wallet'ga ulangan pochtamiz turadi do'stlar bu yerda. Hop, добавить tugmasini bosamiz. Hop, summani yozamiz. 0 nuqta qo'yib 2 0 85 отправить ROH. O'zi mana bu yerda maksimumni bossangiz barchasi ketadi do'stlar. Ozgina hop do'stlar, pin kod kiritishimiz kerak bo'ladi. Biz buni настройкаdan to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Hop, buning uchun biz qayerga o'tishimiz kerak bo'ladi? Eng so'ngiga o'tamiz. Mana bu 3-dagi 4-dagiga o'tar ekanmiz do'stlar. Mana shu yerda ключ degan ключевой pin kod, удалить pin bor do'stlar. Bu yerga yuzingizni Face ID bor do'stlar. Mana shu tarzda olishimiz mumkin ekan. Ключni xohlaganingizni qo'yib qo'yishingiz mumkin, lekin esingizdan chiqib qolmasin qaysi ключ yozganingizni.
Yana keyinchalik unutib qo'ymaslik uchun biron yerga yozib qo'yishingizni so'rab qolaman. Bu o'zingiz uchun ham foydali bo'ladi. Hop, bizda ma'lumot bor. Hop, yangiliklar ham kelib turar ekan do'stlar. Hop, endi do'stlar hamyonga kirib ko'ramiz. Tushdimi yo'qmi? Mana do'stlar, o'zi avtomatik tarzda sразу tushib kelibdi do'stlar. Biz hech narsa qilgan yo'qmiz do'stlar. Shunchaki kiramiz, har 3 soatda mayningni yoqib qo'yamiz. Mana ko'rib turganingizdek, hozir 23:08, biz 23:06da chiqarganmiz. Dasturimiz 100% to'lovda do'stlar. Sarmoyasiz ravishda ishlab olsak bo'ladi. Xohlasangiz do'stlaringizni chaqirib ham ishlashingiz mumkin. Hop, bunda ham barchasi shunday do'stlar. Hop, bu yerda valet bor. Bu yerda o'zi uspeshini ko'rsatyapti do'stlar. Hop, bu yerda ham referanni silkani mana shu yerdan olishingiz mumkin bo'ladi. Bunda ham 15% do'stlar. Referanni silkasi do'stlar. Hop, dasturni barchaga tavsiya etib qolaman. Xo'sh, yana nima desang bo'ladi? Shunchaki sarmoyasiz ravishda ishlab olishingiz mumkin do'stlar bu dasturlarda. Bu dasturlar juda ham yaxshi. Hozircha 100% to'lovda ko'rib. Bizdan sarmoya so'ramaydi. Eng asosiy narsa shu. Sarmoyasiz ravishda ishlash mumkin bo'lgan dasturlardan biri do'stlar. Bizni Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolaman do'stlar. Barchalaringga rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin do'stlar. Keyingi videoda ko'rishguncha. Shu videorolikni internetda pul ishlashga qiziqadiganlar do'stlaringizga jo'natib qo'yishingizni so'rab qolaman.